Hayretda Nima qutulib bu? qoldik. Mister aka, Rekord o'rdingmi? nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Biz uyda emasmidik? Eslolmaysanmi Safan? Yo'q, shuncha so'rayapman. Bizlarga shayx qirolligi hujum qildi-ku. Shayx? Shayx. Eslolmayapman. Uxlab qoldimi deyman. Riko. Oy, Riko. Xo'p, qotib qolyapman. Uxlab qolyapsanmi? Boshi charchaganman aka. Qayoqqa boramiz? Bu yerda yaxshi O'zimiz uxlamadingmi? uyimizga boramizmi? Bitta gap aytaymi? Sen hech narsa aytmaysan. Bizlar uyimiz yo'q bo'ldi. Shayx qirolligi bizlar uyimizni portlatib yubordi. Shayx o'tgan safar aytgandim-ku, askarlardan ba'zi qochib keldik va askarlar. Shayx kimlarga yana ko'proq bosdi? Nima deganing? Shayx qayerlardan keldi o'zi? Shu bilmayman, uyda o'tirdim. Ovozlar chiqdi, yong'inlar ovozlari, baqirishlar ovozlari tashqari chiqib qarsam, hamma yo'q. Portlab yotibdi. Biz uyimizga ham bitta dinamit kelayotganda portlatgach o'shanga seni ogohlantirib qocha qoldik, lekin bilmaymiz nima bo'ldi. Urushdik, mana qilichlarni oldik, urushdi. Seni nimagadir sen hushingdan ketib qolding. Adashmasa meni orqamdan bittasi urdi menimcha. Ha, orqamdan bittasi urgandi, o'shanga hujum. Hushingdan ketib qolding, men sen oldimda shu yerga qochib keldim. Lekin afsuski imperiyani egallashdi. Ya'ni kim egallashdi? Zero imperiyasini. Zero nima bo'ldi? Zero'ni Vazrin imperiyasini Shayx qirolligi egallab oldi, buzib tashlab, oldidan o'zini kattakon imperiyasi. Zeroni o'ldirdimi? Zeroniki emas, u Zeroni vaziriniki. To'g'ri Zeroniki, lekin Zeroni haqiqiy qirolligi juda ham katta. U Shayxdan o'rmaganmizmi? U ana berlarda. Aka, qayoqqa ashira o'tirmay qayoqqadir bo'laylik. O'zimni men daraxt ostiga chiqarib qo'yasiz. Nima qilay? Dushmanlar bo'lishi mumkin, baribir yashirindik. Ana yerda ham qaroqchilar bor, ehtiyot bo'lib yur. Imperiya? Bu yer qaroqchilar qirolligi. Imperiya? Shodam, shu yaqinda olib ketasiz, meni qanaqa ko'tarib ketasiz? Bu yer emas, juda uzoq, bu yer boshqa imperiya, bilmaysanmi? Yo'q, eslolmayapman. Sen bilan bu yerda kelmaganmiz, tentak. Nima qiladi? Tentak. Biz 4 ta askar haq urushganimizni eslaysanmi? 4 ta askar, Zero askarlar. Uyimni oldimdami? Eslayapsanmi? To'xta. Esladingmi? Uyimiz oldida 4 ta askar keldi. Da, bo'ldi, ketdik. Siz qudratingiz bilan o'ldirib yuboruvdingiz. Meni o'ldirishga sal qoluvdi. Ketdik. Bu yerlarda ketamiz. Bu yerlarda o'zim ham bilmayman, unchalik kelmaganman. Endi bizlar juda ham kuchsizmiz. O'zimizga qirollik yaratamiz va askarlar to'playmiz. Tushunarlimi, Riko? Va soatlarim olib ketib qolishibdi. Soatingiz normal emas, sen olib ketmagansan, soating sinib ketgandi. Qornim vafsho chiqadi meni, kechadan beri ovqat yeganim. Lekin ovqating puling bor? Yo'q. Ketdik. Meni lekin oxirgi choramiz, mana bu qilichdan sotamiz. Meni lekin qornim och qolmadi, aka, faqat uxlagim kelyapti. Mayli, ketdikmi? Yugurolmayapman. Charchadim juda. Charchadim. Ketdik. Ana bu yerga yaqinlashib ko'rma. Bir ertalarga qirollikka hujum qilamiz, tushunarlimi? Xo'sh, ketdik. Kel, tezroq kel. Mana bu yerdan Kelvar. Nima? Ketdik. Yo'lda uxlab qolma. Bu odamlar o'ldirib ketadi, qaroqchilar. Turib ham uxlaymanmi? Yo'q. Turib uxlayman. Aka, bo'ldi, chopish. Mana yordam beraman desam, qo'lim ham og'riyapti. Orqam, boshim ham og'riyapti. Sen boshingga qattiq zarba yeding. Ana shundan o'tiray. Ichkarida sen o'tir. Kecha bo'ldi. Yotog'im shunday shinamgina edi-da. Endi toshga yozing. Men o'tirib uxlayman shekilli. Sen yotib uxlayver. Xayrli tun.
aka. O'zim keldim. Yaxshi. To'xtaymi, kecha yaxshi ko'ra olmagan narsam ko'zi nima qizarib yotibdi? Kecha ko'zim bilmadim, oldimizga dinamit portlagandi. Diginamga tushdi. Tayoqlar ko'zida yurib ketdimi? Yo'q, seni uloqtirdim seni quturib qolding. Lekin men o'lishim kerak, bilmadim. O'lishni o'rniga men nimadir bo'ldi-da, qo'llarim va ko'zlarim butunlay boshqacha bo'lib qoldi. Ketdik. Lekin o'sha sifat ko'zingizda. Bilaman, ko'zim qip-qizil. Bitta ko'zingizmi? Bu ko'zingiz bo'lmadi. Bilmadim bu ko'zim. Lekin bu ko'zim oq. Ana bu imperiyani ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. Hali. Kecha qarshi mashinlarga bir ketib o'sha imperiyani egallashga harakat qilamiz. Tushundingmi? Va aka, pul olib soatlar sotib olaylik. Nima qolib chiqadim? Yo'q. Soat sotib olamiz. Soat. Sağ olasın. Soat sotib olish kerak bo'lsa. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Ismingiz nima? Ismimni birdan so'rash bo'lmasmi? Yo'q, bizada ismni so'rash yaxshi. Mayli, meniki Mister, buniki Riko. Mayli, Mister qaniysan? Zo'r. Sizda mana bu qilichlar sotib ola olasizmi? Ochchi menga ko'ruvchi. Okey. Men. Ko'rsan, bular yaxshi qilichlar ekan. Hammasiga 3 ta to'layman. 3 ta? Ha, 3 ta. Aka, Mister aka. Bu yoqqa kim? Tigi. 3 tak? Boring oling. Tentak. 3 taga men sotamiz. Mayli, unda orqani sinqlardan qo'ying. Qo'y. Bu yerlarda 3 tag yo'q-ku. Aytgancha uzr pullarimiz qolmagan. Pulni o'rniga soat bersak bo'lmaydimi? 2 ta. Kecha Riko, gaplashib olaylik. Riko soat deydi. 3 ta qilishi, 4 ta qilishi, 2 ta. Aka, lekin zachем kerak bo'ladi. Tentak, soatlar juda qimmat. 3 tag. Hammasimi? Hamma butunlay ana setmi? Butunlay setmi? Ha, butunlay set 2 ta. Olamiz. Orqamda olinglar. Qo'p. Ochmayapsandir, ochildi. O'zim beraman, sen olmay tur. Mana yerda nima sotyapkan aka? Rahmat, arzimaydi. Ovqatda sotasizmi siz? Ha, kelavering. Pulimiz yo'q edi, kelasi safar kelamiz. Ketdik. Aka, mana yerda nima? Men uy bo'lsa kerak. Sotib olaman. Qachon biz sotib olaman? Uyinimi? Tentak uyini sotmaydi, o'zi yashaydi. Qanday turdi? Aka, sizga zo'r ko'raman. Hozircha takoy лёгкий turibdi-yu. Menikichi? Da, zo'r takoy лёгкий-da. O'zing inventaringga kirib qaraychi, o'zingda. Ko'rganman men. Yo, o'zingni takoy turishingda. Лёгкий bor-ku. Mana лёгкий turibdi bor-ku. Turgan holda qilich tashlab qo'ygan holda. Krasavchik bola bo'ldik, ketdik. Endi bossak bo'ladi. Yo, men sovutimni ichib qo'yaman. Juda og'irlik qilyapti yurishga. Menchi, ichib qo'yaymi? Ichib qo'yaver. Bari kiyimlar suradi, shundoq. Krasavchik bola bo'lib yuraylik. Faqat boshimga kiyib yuraman. Dala sovuq ekan. Tentak. Hali ko'rdingizmi, yomg'ir yog'di. Yo, mana shu yomg'ir senga kiyammi? Ha, shunchami boshimga kiyib oldi. Jonga tegdi. Yomg'ir ham tindi-yu, juda tez tindi, Riko. Ha, kecha o'tirganim, lekin men uxlab qolibman. Mana bir kirishdasan qo'rqib o'tirdim. 5 minutlarda tindi. Ketdik, Riko, tayyormisan? Tayyorman. Xo'p. Bo'lmasam, bizlar soatlarni kiyib hujumga otlanamiz. Qani, soatlaringni kiydingmi? Kiydim. Ketdik. Menga qara. Riko, bu bizni oxirgi kunimiz bo'ladi. Bo'ldi.